Gramfon magazinimizga ana Intro degan uголoklar, aboyni uголок va pullikchilarimiz keldi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol qayirib ko'rishingiz. Uncha-munchaga sinmaydigan bo'ladi ular. 15-20 xildan olib kelib qo'ydik. Pullik uголoklarimiz bo'ladi ular. Mana ko'pchilik anaqalarni so'ragan uchun jitta aboylaringiz bormi deb so'raydi. Mana jitta aboylardan har xillardan olib kelib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Tushib ketdi. Og'irligidan. Bemalol buni ham har xillardan olib kelib qo'yganmiz. Shularni tanga ketdi. Mayli, hech yo'q, ko'p turadi. Shpatul, pichoq va baliklarni olib kelib qo'ydik. Ko'rishlaringiz, shpatul, pichoq, baliklarni har xildan olib kelib qo'yganmiz. Katta, kichkina. Baho berasizlar. Uncha-munchaga sinmaydigan yumshoqqina shpatullarimiz bo'ladi. O'zimiz ham ishlatyapmiz. Mana hozir baliklarimizni olib kelib qo'ydik. Baliklarimizni zo'r ishlaydigan o'rtasida ko'rishlaringiz mumkin. Razmer o'rtasida bo'ladi. Zo'r baliklarni olib kelib qo'ydik. Albatta pichoqlarni ham zo'rlarni olib kelib qo'ydik. Va hozir sizga pichoq qanchalik yaxshiligini ko'rsatib beraman. Pichoqlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Buni aboychi akalarimiz juda ham yaxshi tushunadi. Ko'rishingiz mumkin. Yumshoqqina bo'ladi. Hech qanday qattiq qanaqa emas, yumshoq bo'ladi. Bemalol ishlatasiz. Faqat qo'lga ehtiyot bo'lsin. Sog' bo'lasiz.